Assalomu alaykum, hurmatli fermer akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mana regras. Mana ko'rib turibsizlar. Olgan, glifosat berdik, olgan. Mana bu kurmak. Buni ham olgan, mana buni ham olgan. Lekin bitta savol. Mana buni ham olgan, lekin bitta savol, nega buni olmagan? Mana qarang. Bu kurmak, bu mana bu ham shu kurmak. Lekin bu qatorda olmagan, lekin bu qatorda olgan. Har doim hamma narsa harakatga bog'liq bo'lavermaydi. Chunki avvalo Xudoyi texnik, agrotexnik ishlar olib borilayotganda jinni be'tiborlik bo'lgan. Traktor yaxshi sepilmay qolgan, chala bo'lib qolgan, sepilish yoki ishchi eritma tayyorlashda be'tiborlik bo'lib qolgan, yaxshi eritmagan. Shu hisobga ayrim joyda olgan, mana regras juda ildiz sistemasi baquvvat narsa bo'ladi, lekin regrasni olgan, mana olgan. Mana bu yoqqa o'tsangiz olmagan. Xuddi ola-kula bo'lib qolgan. Shuning iloji boricha dori tayyorlaydigan, ishchi eritma tayyorlaydiganda xushyor bo'lamiz, dehqon akalar. Keyin traktor yuradiganda zazorlarga ahamiyat beramiz. Iloji boricha zazor tashlamash kerak. Zazor tashlasa o'sha yer ola bo'lib qoladi.